Alo, o'rtoq, qayerdasan? Bir minut to'xta. Mana bu narxi rostdan shunaqami? Hozir telefon qilaman. O'rtoqlar, men hozir A'lo do'koniga kelganman va smartfonlar narxini ko'rib rostdan hayron qoldim. Sababi A'lo do'konlarining barcha filiallarida chilla yarmarkasida smartfonlar ham qatnashyapti ekan, zo'r-a? Yo'q, men hech qanaqa hazillashganim yo'q. Misol uchun mana buni ko'ring. Demak, bu telefonimiz Samsung'ning A17 4G 128 talik 2.652 ming so'mdan sotilgan. Naqd 300 ming so'm skidkaga tushyapti. 2387 ming so'mga xarid qilishingiz yoki 12 oyga 279 ming so'mdan to'lab xarid qilishingiz mumkin. Endi keyingisi va keyingisini haqiqiy maksimal chegirma desak bo'ladi. Yaqindagina yangi chiqqan Samsung'ning A27 modelimiz 8256 oldin 4.850 ming so'mdan sotilgan. Hozirda esa 4.365 ming so'mga ko'rasizmi, naqd 500 ming so'mdan oshiqroq chegirma berilyapti. 12 oyga esa 539 ming so'mdan to'lab xarid qilishingiz mumkin. Bizda keyingisi va bu yerda e'tiboringizga Honor modellarini taqdim etaman. Misol uchun mana bu Honordan X7 smartfonlarimiz dizaynini qarang, cho'tga gap bo'lish mumkin emas. Aynan bu smartfonlarimiz oldin 3.494 ming so'mdan sotilgan, endi esa aksiyada 3.145 ming so'm naqdga yoki 369 ming so'mdan 12 oyga muddat to'loviga to'lashingiz mumkin. Va asosiysi muddat to'loviga hech qanaqa plastik kartasiz, faqatgina pasport evaziga ham ola olasiz. O'rtoqlar, yana bitta muhim eslatma. Shoshiringlar, ushbu aksiyamiz muddati ham, mahsulotlarimiz soni ham cheklangan. Shuning uchun hozir eng yaqin A'lo do'koniga kelib, o'zingizga kerakli bo'lgan mahsulotni chilla yarmarkasi doirasida olib keting.